Inson xato qiladi, lekin uni ulug' qiladigan narsa xato qilgach Allohga qaytib istig'for aytishidir. Istig'for qalbni poklaydigan, gunoh yukini yengillashtiradigan va Robbimiz rahmatiga olib boradigan ulug' ibodatdir. Alloh taolo istig'for qiluvchi bandalarini yaxshi ko'radi. Bizda mana shu shariatni amallarini mukammallashtirib, hamma yo'g'ini to'g'ri yo'lga qo'yib qo'ygandan keyingina mashoyixlarimiz muridlarini qabul qilishadi, muridlikka. Muridlikka qabul qilishda avval tavbani qilishadi. Sidqi dildan tavba qilasan. O'tgan barcha gunohlardan Allohdan kechirim so'raysan. Ikkinchi qayta qilmaslikka nima va'da berasan deb tavbani qilib turib, keyin birinchi ko'proq beradigan vazifalari istig'for bo'ladi. Alloh taolodan mag'firat so'rash. Bu astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh deb til bilan, dil bilan, butun vujud bilan iymon, e'tiqod asosida zikrni davom ettirish orqali yuzaga keladi. Astag'firullohni to'xtovsiz juda ko'p aytishni mashoyixlar tavsiya qiladilar. Buni fiqh zohir, fiqhdagi tahoratni o'rniga qalbni tahorati uchun kerak deydi. Namoz o'qish uchun tahorat farz. Badanni o'sha Qur'onda ko'rsatilgan a'zolarini 3 martadan yuvib, hammasini yaxshi qilib, keyin namozga kirgandek, Allohning zikriga kirishdan oldin me'yoriga yetib, qalbni poklab, tahoratli qilib olish uchun istig'for aytish kerak. Istig'for, astag'firullohni ahliga aytganimizdek til bilan, dil bilan, butun vujud bilan, o'ta ishonch bilan aytish orqali qalbni demak kiri ketadi. Qalb tozalanadi. Zotan qalbni kiri gunohlar bilan yig'iladi. Hadis shariflarda bor, bir odam bir gunoh qildi. Kichkina gunoh qildi. Qalbida bitta qora dog' paydo bo'ladi. Yana qilsa, haligi dog' 2 ta bo'ladi. 3 ta bo'ladi, 4 ta bo'ladi. Qalbni hammasi mog'or bo'ldimi? Yana qilaversa, haligi dog'ini ustiga yana dog' qo'shiladi. Ko'payib boraveradi. Ana gunoh ko'paygandan keyin gunoh qilsa burniga pasha qo'nganchalik ta'sir qilmay qo'yadi deydilar hadisda Rasululloh. Ana navbakor gunohkorlarni qo'rqmay gunoh qilishining sababi shu. Qalbini mog'or bosib qolgan, dog'i ko'payib ketgan, uncha-muncha narsa ta'sir qilmaydi. Shuning uchun nima bo'pti deb gunohni qilaveradi. Ana endi o'shanda demak Alloh hidoyat berib, tavba qilib, bir ustozga shogird tushib, mana endi qalbimni poklayin, qalbim Allohning zikri ila orom olsin, xotirjam bo'lsin degan niyatda kelsa, ana ustoz unga istig'forni vazifa qilib dastlab berishidan maqsadi shu. Istig'forni shunchalik ko'p aytsinki, har aytganida bittadan dog' ko'chib borib, qalb demak poklanib qolsin. Ana o'sha poklangan qalbga keyin boshqa qanday zikrni ilqo qilinsa, o qabul qilishi oson bo'ladi. Ana, demak mana shu bizdan xulosamiz bugungi darsimizdan shu chiqsin. Hammamiz mana shu narsani demak yaxshi tushunib, hozirdan shuni boshlaylik. Yaxshi niyat bilan astag'firullohni ko'p aytishni, oxiriga yetkazib aytaverish. Mashoyixlar aytadiki, aytib insonni o'zi qalbi yengil bo'lib qoladi deydi, ravshanlashib qoladi. O'zi sezib qoladi. Avvalgi vaqtidan qalbi o'zgarib qoldi. Tili oson aytyapti, qalbi ravshanlanyapti. Ana o'shanda keyin inshaalloh boshqa zikrlarni qilaversa, hammasi joyida bo'ladi. Istig'for faqat tilda aytiladigan so'z emas, balki qalbdan qilinadigan tavba va hayotni yaxshilashga bo'lgan niyatdir. Kim istig'forni ko'paytirsa, Alloh uning ishlariga baraka beradi, qalbiga xotirjamlik tushiradi. Alloh taolo bizni istig'forini doimiy odat qilgan bandalaridan qilsin.
Amin.